Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana nasosimiz nomi EPA 370talik 4 deb o'zi yozadi kitobida. Kommentariyalarda yozyapsizlar ekan. Suv birada ishlab qolyapti, suv to'xtatsak ham o'zidan o'zi ishlab qolyapti deyapsizlar. U narsalar birinchi kamtashniydan bo'ladi. Kamtashniy meyadan bo'shaydi, o'rtasida minus отвертка bilan bo'ladigan ligirovka qiladigan joyi bor. Keyin mana bu yerda mana bu amerikankadan keyin suv kirishda, bu yoqqa suv kirishda bu yerda klapani bo'ladi, обратный klapani. Обратный klapaniga bitta ham narsa tiqilib qolsa ham shu nasos давление qila olmasdan orqaga qaytib ketib qoladi. Silqib suv qaytadi. Shundan keyin yana nasos o'ziga давление qilib olish uchun bitta ishlab oladi. Shundan keyin buni ham ichida havosi bor. Как будто rezinkalik, bu meyadan ishadi. Diafragma borda ichida buni. O'zi bu расширительный bachok hisoblanadi nasosga. Shuning ichida ham havosi shu hammasi mujassam bo'lsa, mana shu ikkovi mujassam bir-biriga tushsa, shu narsalar ham to'xtashi yo'q bo'ladi. Agar bir-biriga tushmasa, shu nima bilan bu bir-biriga tushmasa, shu bilan nasos yonib o'tishga harakat qiladi, deydimi? Shunaqa. Shu mana qo'yganimga ancha yillar bo'lib ketdi. Mana hali kavlamadim. Shu tegmadim bu narsaga hali.